Assalomu alaykum. Bu hayotga tayyormisiz? Assalomu alaykum. Ha, Qayerdan bo'lasiz? Navoiydan. Navoiydan. Birinchi savolim. Erkak kishining qaysi xislatlari bo'lishi kerak? Oila baxtli bo'lishi uchun nima deb o'ylaysiz? Eng avvalo kuchi bo'lishi kerak, e'tiborli va mehribon bo'lishi kerak Xo'p, oilaga. kuch deganda nimani tushunasiz? Kuch deganda ham moddiy tarafda, ham ma'naviy tarafda. Nima edi, bir taraflama bermaslik kerakda, moddiy tarafni berib turib, ma'naviy tarafni bermaslik kerak. Bermasa ham bo'lmaydi. Moddiy taraf bermay turib, ma'naviy taraf bersa ham bo'lmaydi. Xo'p. Ikkalasi teng ketishi kerak. Xo'p, yana qanaqa xislatlar bo'lishi kerak? Yana kuchli bo'lishi kerak, boshqa Kuchli deganda misol har xil tushunishi mumkin-da. Misol kimdir baquvvat deb o'ylaydi. O'sha kuchli taraflarni aytsangiz, irodasi kuchli bo'lishi kerak. Qani qiyinchilik, past, baland hammasiga ko'nish kerak, chidash kerak. Masalan, ayol kishi xato qilsa kechirish kerak. Bitta xato bilan buzib yubormaslik kerak hech nimani. yana Bo'ldi boshqa. Xo'p, ikkinchi savolim xuddi shunaqa. Ayol kishining qaysi xislatlari bo'lishi kerak oila baxtli bo'lishi uchun nima deb o'ylaysiz? Eng avvalo ayol kishida sabr bo'lishi kerak. Xo'p, birinchisi. Keyin o'sha sabr orqasidan shukr ham bo'lishi kerak. Xo'p. Keyin hamma narsaga ko'nish kerak ayol. Erkak kishiga omad 3 marta berilgandan keyin o'sha omadni kelmagan payti duch keladimi, kelgan payt duch keladimi, uni ahamiyati yo'q. O'shanga chidasa, erta Xudoyim o'zi beradi. Ayol kishining vazifasi nima? Misol, erkak kishini o'sha podдержка qilishmi, o'sha joylarni ham tushuntirib bersangiz. Erkak kishini podдержка qiladi. Masalan, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham oldida turish kerak ayol kishi. Motivatsiya berib turish kerak. Motivatsiya berib turish kerak. Yana nima qilish kerak? Yana uy vazifalarini o'zi aniq qiladi. Qilsa kerak, adashmasam. Erkak kishi to'g'risida ko'p narsani bilyapsiz, ayol kishida lekin esingizdan chiqib qolyapti vazifalari. Endi bilmadim, boshqa xislatlarni o'ylab ko'rmagan ekanman, to'g'risi. Hozir nechiga to'ldingiz? 18 ga to'lmadim hali. 18 ga to'lmabsiz. Lekin hali bu to'g'risida, oilaviy hayot to'g'risida o'ylab ko'rganingiz yo'q. Yo'q. O'ylaganim yo'q, hozir o'qiyapman. Kelajakda necha yoshingizda turmushga chiqmoqchisiz? O'zingizni mo'ljallingiz bo'yicha hamma narsaga erishibmi yo o'zi vaqt soati keladi deb o'ylayapsizmi? Endi keladi-yu, to'g'ri. Endi bilmadim, unisini hali O'ylab ko'rganim yo'q. Lekin avval karyera qilmoqchiman. Xudo xolasa. Niyatingizga yeting, sog' bo'ling. Rahmat intervyu uchun.